Microsoft Word'in dastlabki asoslamliq bu bir yurish darslikninki maqsadi kompyuter ishlatuvchilarda oddiy bo'lgan izoh tahrirlash iqtidorini yetildirishdan iborat. Men sin darslik ishlashni niyat qilgandan boshlab bundaq bir izoh tahrirlash haqida darslik ishlashni o'ylab boqmagan. Başta men asosan programmalashlashga oid darsliklarni tuzaman deb o'ylagan. Ammo bu xil izoh tahrirlashga munosabatli darslikni tuzishga sabab bo'lgan bir qancha ish bor. Buning birisi atrofimdagi nurg'un kishilarningki kompyuterda izoh tahrirlanmasligi. Yana bu kompyuter ishlatishda izoh tahrirlash eng oddiy asosiy uqum hisoblanadi. Buni bilmasak amaliyotda kompyuter savodsizligi deb ataladi. Yana birga nurg'un oliy maktabni bitirgan o'quvchilarmi butun oliy maktab jarayonida kompyuter darsini o'qiydi, kompyuter mashg'ulot qildi, lekin normal o'zining ehtiyojiga chiqadek bir qancha bet yoziqni tahrirlanmasligi. Uningdan boshqa mening xizmatim jarayonida nurg'un xizmatdoshlarim o'zining Word qildigan ishlarda oddiy ba'zi mashg'ulotlarni qilolmay davomliqdek meni avora qildi. Men nurg'un vaqtimni chiqarib o'zimning ishlarini tashlab qo'yib ularga yordamlashga majbur bo'laman. Hamda mushularmi mening bu darslikni tuzishimga sabab bo'ldi. Hamda bu darslikninki yetmoqchi bo'lgan nishoni eng oddiy mashg'ulot bilan izoh tahrirlash mashg'ulotlarini o'rganish. Yani men bu yerda amal va eng oson usul bilan yetmoqchi bo'lgan nishonga yetmoqchi. Ondan bu darslikninki har bir bo'lagi amal va nihoyat qisqa bo'ldi. Yani men eng qisqa vaqtda ma'lum bir iqtidor yoki mazmunni bildirishga tirishaman. Yana birisi lozim bo'lgan yerlarni bir ko'ribla tushuna oladigan bo'lish maqsadiga yetmoqchi. Ya'ni kompyuter mashg'ulot qilish jarayonida yoki izoh tahrirlash jarayonida bir mashg'ulotni qilolmasa yoki topolmasa darhol mushu sin darslikninki munosabatli bo'lugini, ya'ni bir bilak bilan ko'rib o'zininki ehtiyojidan chiqishni maqsad qildi. Bu darslikni o'rganish uchun qanday tayyorliklar kerak? Buning uchun oldi bilan Windows yoki macOS mashg'ulot tizimini qachongan bir kompyuter bo'lishi kerak. Wordninki macOS yoki Windows'dagi yoki taxt kompyuterdagi nashrlar olsa nihoyat o'xshab ketadi. Men bu yerda Windows'ni asos qilib turib so'zlayman. Ondan Microsoft Word 2000 yoki 2013 yumshoqda qachongan bo'lishi kerak? Ya'ni mush kompyuterga. Yana kompyuterdan belgilik mashg'ulot saviyasi bo'lishi kerak. Ya'ni o'rganguvchininki belgilik kompyuter mashg'ulot saviyasi bo'lishi kerak. Ya'ni bu deganlik mouse ishlatish, ma'lum bir programmani qo'zg'atish, taqash deganga o'xshash. Ondan kompyuterdagi bir qism atalg'i uqumlarni cho'qim bilish kerak. Yani men ders so'zlaganda nurg'un atalg'i ismlarni atayman. Buni damaliqda tushunib kompyuterni topa oladigan bo'lish kerak. Masalan, ko'znak, tizimlik, knopka, tekst ramkasi, vazifa stoni deganga o'xshash. Uningdan boshqa o'rganguvchininki belgili kompyuter xat kirgizish iqtidori bo'lishi kerak. Mayli qaysi xil til bo'lmasin, xat kirgizib boqqan yoki kirgiza oladigan bo'lishi kerak. Yani knopka taqsini ishlatish, yani knopka taqsini xat kirgizish. Undan boshqa Uyg'urcha harflarning knopka taqsiga joylashishini bilish kerak. Undan boshqa Uyg'ur tilining oddiy imlo qoidasi va tinish belgilarini bilish kerak. Masalan, Uyg'ur tilida qaysi tinish belgilari bor, qaysi tinish belgilari qanday o'rin qo'yiladi deganga o'xshash. Masalan, chiket, pash, undash, qo'sh chiket, ko'p chiket deganga o'xshash. Men bu darslikni Microsoft Word
13'ninki Uygurcha neşrin asas qilib turib so'zladim. Ya'ni mashg'ulot Uygurcha Word usulida bo'ldi. Hamda bunday qilishning tuvandagidek bir qancha sababi bor. Birisi, men darslikni Uyg'ur so'zlayman. Darslikni Uyg'ur so'zlagan ekanman, chuqur buningdagi atalg'u, nurg'un ism qatorliqlar Uyg'urcha bo'ldi. Navada ben buni Uyg'urcha atab turib, mashg'ulotga xanzucha yoki inglizcha boshqa tildagi yumshoq tilni ishlatsam, ishlatuvchida yana anglag'uvchida qaymoqish bo'ldi. Ya'ni men Uyg'urcha degan atalg'uni yumshoq tildan topolmay qiynalib qoldi. Bu birisi. Yana birisi, hozir nurg'un Uyg'urcha yumshoq tillar bor. Masalan, mashg'ulot sistemasi, ishxona avtomatlashtirish yumshoq tili, başka qo'llanishlar yumshoq til deganga o'xshash. Hamda mushlarni qo'llash va tashviq qilish. Bu yumshoq tillarning bundan keyingi taraqqiyot uchun foydali. Uchinchisi, ona tilimizningki taraqqiyoti va ona tilimizni qo'g'dash. Ya'ni ona tilimizningki, yana Uyg'ur tilininki uchur texnikasida normal qo'llanishga va ishlatishga erisha oladiganligini isbotlash uchun bu darslikni Uyg'ur so'zladim va yumshoq tilg'imi Uyg'urcha yumshoq til ishlatdim. Endi bu darslik tor orqali tarqatildi. Bu darslikni men qarorlik holda yana so'zlanib bo'lgan qismini tadrijiy to'rga yo'llab turaman. Ondan bu darslik butunlay haqsiz. Yani buni setishga yoki savdo xarakterida ishlatishga bo'lmaydi. Lekin boshqalarga ko'chirib bersa tarqasi bo'ldi. Bu darslikninki tarqitish adresi meningki shaxsiy blogimda bo'ldi. Yani blogning adresi www.alierkin.com